Fatvachi xanım, siz ailengiz bilan Fransiyaga kelibsiz. Fransiyaga kelib yillar o'tgandan keyin siz o'zingizniki pensiyaga chiqish ahvollaringizni bartaraf qilish uchun vatanga qaytibsiz. Vatanga qaytgandan keyin sizni hukumat qo'lga ilib, sizni jamiyat tartibini buzgan degan shu gunoh bilan sizni so'labdi, ya'ni jazo lageriga so'lab shunday qilibdi. Hem shundaqla shu jarayonda sizningki oilangizdagilar, ya'ni qizingizning bir Xitoy qarshi namoyishga chiqqan, u namoyishda Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'targan mushularni ko'rsatgan mushular nima qilgan ahvol ostida sizni jazo lagerini qilibdi. Mushu o'zingizning beshiga kelgan mushu ahvollardan bir qor so'zlab tonishtirib o'tamsiz. Buldu ben aldı bilen bana şu uygun bir şey kelgen şu zulümni sözleş fursatını bergen barlık suçlulara rahmetimi aytaman. 2017 yılı 1. ayının 29. günü ben Volcadan aeroplan bilen Karmayga Kölün Peyçursu'na geldim. Gobaninki 3 Uygur sakçısı gelip meninki barmak kızımını aldı, avazımını lintiğe aldı. Çırayımni iskan yıkıldı, közümni aldı. Onun kaydan barmağımdan kan elip tekşirgenden keyin beni maşini bilen halk doktorxonasiga apardı. Uyga apargandan keyin bana bir türlük tekşirishlarni elip bardı. Suydik tekşirdi, yurak tekşirdi, kan besimini ölçüdü. Onun kaydan içki a'zolarimni bechovatqilib tekşirdi. Ondan keyin meni Udul Qarmay şəhərlik tutub duruş o'rniga apirib odam to'plab jamiyat amonligini buzdi degan töhmatga qo'l qo'yishga majburlandim. Bu yerga kirgandan keyin birinchi bo'lib men o'zimning butun kiyimlarimni shu tutib turish o'rniniki kiyimlariga almashtirdim, ya'ni juzrali kiyim, seriq kiyim. Onun keyin meni oldichilab aldıdan, yandan resimge tattı, eğirliğimni, boyumdaki egizligini ölçüdü. Onun kaydını putumga kişenini silip, kameraga kirib so'laverdi. Aşı sizni so'lagan lagerninki ahvolini qisqacha bizga deb beramsiz? Sharoitlarini, qanday sharoit? Mushu sud mahkamasi sizniki butun yozma materialingizni nayda tafsili o'qib chiqdi, hammasidan xabaringiz bor. Shunda buxalliq uchun javob bergan vaqtida nayda qisqacha javob bering. Hozir shu jazo lagerninki sharoitini, ahvolini so'zlab bersangiz. Bunu ben o'xshamagan ishki lagerda ishki tutib turish o'rnida turdim. Lagerniki ahvoli bo'lsa, bütün derizler, küçük tüşükçüler içilgan, kalem bilen takip etilgen, hava uçuşmaydı. Bütün yani kamera var, bütün hareketimiz küzdürüp durulur. Lagerda Uygurca yaklaşımımız çeklengen, her kandak dini faaliyetlerden şugulmuşka bulmaydı. 24 saat çırak yinıq tuturdu, keçileri uxlamasdan dijonulik tuturmuz. Kuniga 11 saatlab sınıfta oturup tarix, qonun, xansu tili derslerini o'qiymiz. Onun keyin butunlay shu diniy asabiylikka qarshi turadigan shu maktabning qoida tuzumlari, onun keyinidan qizil naqsha o'qiymiz. Bütün o'rgangan darslarni cho'qim yodlashimiz kerak, chunki har haftaning 5 imtihon bo'ladi bizda. Biz 2017 yılı 10. aydan başlap kündülük xatlar yazışqa mecbur olduk. Biroq bu kündülük xatlarni bizga mas'ul bo'lgan ma'lumlar 3-4 kunda bir açıqib, qandaq mazmunlarni yozganligimizni ko'rib bizga qo'l qo'yib beradi. Bu deganlarimning hammasi lagerdagi ahvollar, uning keyindan u tutib turish markazidagi ahvol yana o'xshamaydi. Undan boshqa bizning kiyimlarimiz intayin yilin bizni shamollatimizda kunda 0'dan tuman 28-30 graduslik soğukta talada saatlab turg'izib qo'yadi. Siz yozmanızda, materialingizda depsiz, Qarmayning havosi shundoq so'g'oq, ashundoq so'g'oq bo'lsa bizning so'g'oqlikdan ba'zi bir vazifalarimizni o'tashga shundoq qiyinchiliklarni keladi depsiz. Shuni qanday tushuntirib berasiz?
Qandaq vazifalarınızlar batdı sizlərning o qandaq məcburiyyətinizlər, vazifalarınızlar batdı qilishqa tegishlik. Bizni kunda ba'zida bir kunda 2 qitim, ba'zida bir kunda 1 qitim shu qamoqxonaninki ishchi tarafida bir shamoldatgan uy bor, shu yerga chiqib soatlab cho'zib qo'ydi. Shu vaqtning o'zida mana kamerning ishini kontiya bilan muzlatib. Biz ayardan kamerning ichiga kirgan vaqtimizda biz necha soatlik sovuqdan aslimizga kelolmaymiz. Uning keyindan bizning yotqanlarimiz shunday nippiz. Kechasi dejurlik turgan vaqtimizda biz haqiqatan bek muzlatdik. Siz depsizlaşdak gündəlik xatiri tutatdıq dep, onun üçün o gündəlik xatirini oxutqucularımız təkşirəb turatdı dep. O gündəlik xatirinin də nəmə məzmunlar batdı, onunğa nəmələn yazatdınlar? Odatda bizdən tələb qilgan vaqtida xiyolinglar nima kelsan, qanday o'ylagan bo'lsanglar butkul ishki hissiyotlaringlarni yazsanglar bo'ladi deydi. Biroq biz uningga faqatla çünkü muallimlerimiz tekşirgen bo'lgandan keyin biz shu kunlarimizda norozi bo'lib bir narsalarni yozsak muallimlerimiz ko'rib qoldi. Undaq ahvol ostida biz noroziligimizni ifodalashga bizning huquqimiz yo'q bo'lganligi uchun biz faqatla shularninki shu yaxshi kunlarni bizga berganligiga bizning intayin xushalligimizni Congo Kommunistik Partiyasiga bo'lgan rahmatimizni aytib yağandan bir narsalarni yazamdı. Aşı solanğanların hammasi da bağımdı ya, şundaq. Hammasi yazam təşdiq gündəlik xatiri. To'g'ri, hammamiz yazdık. Onun üçün siz aşı lagerda vaqtınızda 2 həftə hərbi məşq qilib dikansizlar. Şu hərbi məşq qilish o qandaq hərbi məşq qildinglar, hamda o hərbi məşq qilishning keyin nima maqsadi bor ekan, yoki nima maqsad bilan sizlar o hərbi məşq qildinglar? Biz lagerga kelgan dastlabki shikatida harbiy mashq etmoqdik. Bu harbiy mashqda o'rinda turish, o'ngga burilish, so'ngga burilish, orqaga burilish, uning keyindan harbiychilar tik holatda yarim soat, 1 soatlab turish, shularni o'rgatdi. Bizga bu harbiy mashqni shu rasmiy harbiylikda turgan ishga harbiy o'rgatdi. Bularning bizga nisbatan harbiy mashq epirishga maqsadi bizni ashlarninki buyruqiga shartsiz bo'ysundirish. Salomatlik yaxshi emas, yeshi cho'nglarmi? Chunki bu lagerda 17 yoshdan 70 yoshgacha odamlar bo'lgandan keyin yeshi cho'nglar, salomatlik yaxshi emaslar doim bu harbiy mashqqa qatnashib bermay, aylanib chiqib tushadi. To'g'rimi shu? Qandaq? To'g'ri, biroq 2019-yil 10-oy emas, 2018-yil 10-oyning 18-kuni yangilarga kirishdik. 11-oyning 5-kunidan boshlab bizga 3dan 4dan chiqib sotga chiqib boshladi. Ish qilib eng oxirida siz shu sot uyida sotlanibsiz. Undan keyin sizning sotlagan vaqtida nima sizning urug' tuqqanlaringizmi shu sot maydoniga kelib ekan, shundaqmi? Faqat mening Urumchidagi bir singlimdan kelgan. Ondan keyin siz 2019-yil 3-oyda sizni qo'yib beribdi-ki, qo'yib berganda sizga shu atgan gunohlarning hammasini deb qabul qilib, ondan keyin siz o'zingizning oilasini, bolalaringizni butunlay e'tirof qilmay, ularni rad qilib, ham shundaqla dunyo Uyg'ur qurtini rad qilib, shunlarni qilgandan keyin sizni qo'yib beribdi ular, shundaqmi? Shundaq. Yes. Xitoy hukumati sizni yolg'on so'zildi deb shunda deb aybladi. Ya'ni unda degani sizni undaq majburiy vatanga qaytirib kelgan unda ahvol mavjud bo'lmadi. Sizni 7 yil turmaga kesilganligi yolg'on. Sizni bo'lsa terrorlik faoliyatlariga qatnashgan deb ashunda deb aybladi. Mushning qatta sizning ko'z qarashingiz qanday? Siz nima deysiz? Bu Xitoy hukumati yalnız meni emas, bütün shu vatandagi Uyg'urning beshig'iga kelgan zulmni, kampining ahvollarini chiqib so'zlaganlarning hammasini yolg'onga, terrorchiga chiqaryapti. 2016-yili 11-oyning oxiri men vatanga qaytqichilik bo'lgan Fransiyada turgan 10 yil jarayonida men azaldan Congo hukumatiga qarshi bir siyosiy faoliyatlarga yo bir harakatlarga qatnashib boqmagan.
Meni 2019 yılı 8. ayının 19. günü pasportumni qo'limga bergan vaqtida Qarmay shaharlik Do'nganjining shujisi Lo'shuji benden şu lagerlarninki ichilganligining to'g'riligini shular uchun ishqigiz yaxshi gap qilishimni shundaqla mashaqqat chiqqandan keyin Uyg'urlarning ahvollarini shularga ma'lum qilib turishimni ular bilan bo'lgan munosabatni uzib qo'ymasligimni talab qilaman. Sizga ko'pdan ko'p rahmat deydi. Mahkamaning yana sizga boshqa savollari bor. Men so'rash fursatini boshqalarga beraman. Siz Fransiyada xizmat qildingizmi? Agar xizmat qilgan bo'lsangiz, xizmat qilgan kompaniya Fransiyaningmidi yoki Xitoyningmidi? Fransiyaning. It's a French company. Do you speak French? Siz Fransızca so'zlay olamsiz? Asla. Siz 2019 yılı 8. ayının 21. günü qaytqandan keyin 3 yıllık iğir derecedeki türme ahvalıga hem şundaqla yani iğir güçlük derecedeki mingini juyish ahvalıga yo'liqibsiz, mingini juyish siyosatiga. Shundaq. Yes. Muşu 3 yıllık aşı iğir derecedeki türme hem şundaqla sizin mingini juyishmasi tarbiyasi sizning ideyalaringizni o'zgartib muşu sizni Fransiyaga kelib Xitoy uchun qildigan aşındaq bir odamga o'zgartaldimi? Shunda bo'lishingizga shu natija yaratdimi? Muvaffaq bo'ldimi? Yo'q, o'zgartmadi. Agar o'zgartirilgan bo'lsa, men Fransiyaga qaytib kelgandan keyin Qarmay shaharlik Do'nganjininki boshlig'i Lo'shujining degan gapi bo'yicha ish qilardim. Undaq vaqtida meni Xitoy hukumatini bugungi kunda terrorchi deb qaralamaydi. Şu sizni Fransiyaga qo'yib berganlar sizni mushu Fransiyaga kelib Xitoyninki shu so'zini yoki Xitoyning nima demoqchi bo'lganligini shu Fransiyaga anglata oladigan darajada mingisi o'zgarib ashunda bo'ldi deb o'yladimi? Balkim o'ylagan bo'lishi mumkin. Agar o'ylamagan bo'lsa, meni qo'yib bermasligi mumkin. Biz mushu amminasini o'qidik deydi sizningki yozma materialingizning hammasini. Bu bir savol emas. Faqat sizning hamma namangizni o'qiganligimiz uchun mushuni mishada o'tirib qo'yib nimqatmiz. Biz endi sizning yana qaytınlıqı qo'lga ilingan vaqtingizga qaytib kelayli, ya'ni 2016 yili 11 oyga. Siz Fransiya bilan Xitoyning o'tirlig'ida 4 qatim safar qilibsiz, kelib ketib. Sizce ular sizni qo'lga olgan vaqtida siz uchun bir plani bormi ularning maxsus? Meningcha plani bor deb o'ylayman. Chunki 2012 yılı, 2014 yılı yo'ldashim bilan vatanga tuqqan yo'qlab borgan vaqtimizda Anjuanjining odamlari yo'ldashim bilan ko'rishib, o'zlariga xizmat qilishni talab qilgan. Mening hech qanday gunoh qilmaganligimni tutib bildi bular, faqat meni tutish orqali yo'ldashimdan o'tishmikin deb bu o'y farzim mening o'yim, biroq buni 100% cho'qim shunday deb muqimlashtiraman. Nima siz o'ylab beqing deydi masalan plan. Birinchisi siz mushu Fransiya jamiyatiga kirib rasmiy mushu Fransiya jamiyatining nimasida mushundaq yashab qotgandan keyin sizni balkim mushu mingingizni yuvib ashtaq o'zgartib ashtaq qilish tarafdan g'alaba qilgandek ashtaq ahvol bo'lganligi uchun shu sizni bu Xitoyniki shu ash tarafdan bir to'g'ri bisharat yoki to'g'ri bir so'zni qila oladigan ashtaq ishilta oladigan odam bo'lishingiz mumkin deb shu planmi. Ikkinchisi sizga elib borgan xil turlik salomatlik tekshirishlari bo'lgan-ku. Shu salomatlik tekshirishlar bilan bir aloqasi bormi? Uni men aniq bir deyolmayman. Bu to'g'ri o'ylab boqmoqdim. Siz mushu 10 yilning ichida
Fransiya bilan Xitoyning oralig'ida berib kelib turibsiz. Siz o'zingiz shaxsan shu Xitoyda o'zgarish, shu 10 yil mobaynida bir o'zgarish bo'lganligini his qildingizmi? O'zgarishlarni farq etdingizmi? Farq etdim, chunki men dastlabda Urumchiga tushimman, qarmay mening bu burun xizmat qilgan o'rnim, G'uljida mening urug' tuqqanlarim bor, Oltayda yo'ldoshimninki oilasidagilar bor. Ben şu 4 qitim bargan vaqtida tekshirish punktlarininki shundoq jiqlab ketganligini, ma'lum mallarga o'rnatilgan kameralarni uning kaynidan şu u shahardan bu shaharga borgan vaqtida tekshirish ilib borgan vaqtida Xansolarni tekshirmasdan biz Uyg'urlarni bakrak tekshiraydiganligini his qildim. Eng oxirgi ikki savol, ya'ni 2016-yili sizga elib berilgan salomatlik tekshirishlar haqida. Yoki 2017-ning 5-idagi, yoki 2016 yoki 2017-ning 5-idagi. Sizda bir endişe bormi, balkim sizning shu ishga a'zolaringizning biralarini ular ilib oldi deb yoki ilinib ketdi deb bir endishangiz bormi? 2017-yili 1-ayning 30 kuni meni qamoqxonaga oldi. Qamoqxonaga olishdan burun adamlar menda o'tgandek Paycho'sida bir qitim, Xalq doktorxonasida bir qitim salomatlik tekshirdi. Biroq men u vaqtda shundoq Uyg'urlarning beshiga kelayotgan bu kunlardan xabarsiz bo'lganligim uchun men o'zimning bir a'zosini oldi. Avvalamı degan endişeli bo'lmadim. Ham hozirgacha bir a'zoimni olganligiga avomidi. Siz shu doktor tekshirishlarninki nima maqsadi bor? Ular nima maqsadni nima maqsad bilan undaq doktor tekshirishlarni olib bordi o chog'da? Men ayni vaqtda menga nisbatan doktor tekshirishni olib borgan vaqtida meni tekshirgan doktor ayol saqchilarga qon besimi yuqoriga diqqat qilinglar degan. Biz şahitlarninki shundoq doktor tekshirishlardan o'tganligini hammasini anglagandik. Lekin bu ovozni lo'yin qilib, ya'ni ovozni elib undaq tekshirgan deganni anglamagandik. Siz shundoq dedingiz. Sizning uchun ular nima uchun sizningki ovozingizni elib undaq uni rekord qilib nima qiladi? Nima uchun sizning ovozingizni tekshirgan? Men shu vaqtda ovozimni nima uchun unga ilib tekshirdi deganni o'ylagan vaqtimda balkim bizning butunlay shu chet elda turib Jongo bilan qilgan telefon aloqalar bilan shu ovozimizniki mos kelganligini bilish uchun shu tekshiramlikni deb o'yladim. Mening xizmatdoshimning balkim boshqa savollar bo'lishi mumkin. İki qisqa savol. Birinchisi, sizningki yo'ldoshingiz, qizingiz mesela Fransiyanın pasportunu aldı. Siz nemişki özünüzün pasportunu Fransiyanın pasportuga o'zgartmadingiz? Nemişki Fransiyanın pasportunu almadingiz? Çünkü meningki apam bo'lsin yoki yo'ldishimning apasi bo'lsin, hammasi yoshga cho'ng bo'lib qolgan. Tasaddibiy bir ular bir ya og'rib qoladigan yoki bir yomon ahvol kelib qolgan vaqtda men Jongo pasporti bilan turayotgan bo'lgan biletni olib darhol boralayman. Viza talab qilish ketmaydi deganni o'ylab men Fransiyaniki vatandoshligimni talab qilmoqman. Sizningki ma'lumot pensiya masalangiz haqida so'ramoqchi. Sizcha shu sizningki xizmatdoshingiz sizga telefon qilibdi, shu pensiya ishingizni bir taraf qilish haqida. Sizcha shu sizning xizmatdoshingizni soqchi telefon qil deb soqchi telefon qilg'izgan bo'lishi mumkinmi? Onunki yana birisi sizning o pensiya ishingizni hal qilishninki nima ahamiyati bor yoki nima muhimligi bor siz uchun? Meningki shu xizmatdoshim menga maqsadlik telefon qildi deb o'ylayman. Balkim soqchilar telefon qilgan bo'lishi mumkin. Chunki men shu idoraga shu pensiya rasmiyatini bajarish uchun yetib berib 15 minutdan keyin Kunlun Paycho'soniki 3 soqchisi yetib kelgan. Şimdi ikinci sual, mesela tüyşo maaşımınki bana nispeten nime ahmiyeti var deb sordu. Meningki xiyolimda iki qizimni o'qitib bo'lgandan keyin, butun urug'-tuqqanlarimiz shu yerda bo'lgandan keyin vatanga qaytib ketish ehtimolligi bo'lib qolishi mumkin deganni o'ylagan. Sizni 3 haftachilik, ya'ni 4-ayning 1-dan 20-siga qadar 2019-yili Karvatga
zincir bilan bağlap qo'yishninki nima maqsadi var ekan, nima maqsad bilan sizni karavotga bog'lab qo'ygan? 2019 yılı 4. ayının bir emas, 2017 yılı 4. ayının 1'den 4. ayının 20'sigachilik ben 20 gün zincirlendim. Benden başka ayarlar 10 bıcık hatta 2 aydan artık zincirlendi. Bularning nima maqsadi borligini biz bilmadik. Shu vaqtda so'ragan chog'da biz bunu bilmaymiz, bu faqat yuqoridan kelgan buyruqlar dedi. Siz mushu yozma materialingizda debsiz, sizni ig'ir darajadagi shundoq noto'g'ri muomalalarga, qiyin qistoqlarga uchrabsiz. Ham buning ichida birsi hatto Uyg'ur tilida gap qilsanglarmi, buning uchun sizlarni jazolandik deb. Endi mundaqcha aytgan vaqtda bularning hammasi bir xil dafsandichilik, xo'rlash. Mushunchalar xo'rlashlarninki sizcha maqsadi nima? Nima maqsad bilan shunday xo'rlashga uchirdinglar? Muşunda korlaşlarının məqsədi bizni ruhi ve cismani cəhətdə sundurub, özlərə şərtsiz boysunduruş. Ən axırda Uyğur millətini tüpültüzən yoxutuş deyə oylayım. Sizning qarashingizcha, shu siz bilan birga so'langan boshqa shu so'laqtikilarga nisbatan aytgan vaqtda mushu hukumatning mustaq ruhiy ham shundaqla jismoniy jihatdan mustaq yo'qotish ilib borgan shu harakatlari, ilib borgan shu xo'rlashlari g'alaba qildimi? Shundaq maqsadga yetdimi? Masalan, ashula ahvol shu ta'sirini ko'rsatdimi siz bilan so'langanlarga? Shuning ta'siri bo'ldimi? Yo'qoldimi shu ruhiy ham jismoniy tarafdan? Ben lagerda bo'lsin, mayli kayfiyatda bo'lsin, bütün hamma odam bilan paranglashib, gap qilish fursati yo'q. Faqatla men bilan paranglasha olgan, men bilan bir yoqda yotgan ayollar bilan paranglashish jarayonida bildimki, ular chunchang bu bunda qilish orqali biz Uyg'urlarniki ro'yini hargiz sundirmaydi, u hargiz o'zining maqsadiga yetolmaydi degan. Menimcha Uyg'urlar shu kelgan besimdan texmi va kuchlanib ketdi deb o'ylayman. Var xanım, siz ko'pdan ko'p rahmat shu mahkamaga kelib shohidlik qilganingiz uchun. Tugadi bugungi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat.